katta qahramonlikni kutyapti deb aytadi. Bu boshida ikkilanadi-yu, keyin yo'q mayli deydi-da, o'sha qahramonlik yo'liga chiqadi deydi. Ya'ni bu oddiy hayot edi, oddiy hayotda endi o'zgacha yangi hayot. O'sha yerda u oldiga qo'ygan maqsad sari yuradi deydi. U yerda do'stlarni, dushmanlarni topadi deydi va chireva ketadigani bu shunaqa bir moment bo'ladiki deydi, uni xuddi bitta katta anaqa yeb qo'yadi deydi. Baliq kit yeb qo'yadi. U kitni qornining ichida qolib ketadi deydi. Va kabi bundoq qarasa bo'ldi, kitni qornining ichida sen endi o'lding-ku degan narsa bo'ladi. O'lim bu. Asli o'lim. Va lekin baribir nima bo'lganda ham o'sha yerdan qaytib chiqadi bu va chiqqanda o'sha boshqacha inson bo'lib, boshqacha nima bilan chiqqan bo'ladi, kuch bilan va oxirida shu eng katta dushmanni yengib, yangi inson sifatida yana boshlang'ich holatiga qaytadi. Va o'sha yerda to'ldirib ketaman, u yerda zo'r termin ishlatadi. Ikki olam